Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari, hurmatli akalar, ukalar, xudo xolasa mana arashan suyuvchi akalarimiz, ukalarimiz. Alloh nasib qilsa 26-dekabr kunida o'zimizni xonadondan juma ayyom kunida juma namozidan keyin xudo xolasa sizlarga video obzor syomkamizni taqdim etamiz akalar. Bugungi Alloh nasib qilsa bir o'zimizni qo'lidagi qo'lini ham ko'rsatib o'taman. Mana akalar Bellator qo'chqarimiz xudo xolasa qiziqqan ukalarimizga bizga xudo xolasa ishlayapti. Mana qo'yimiz ham yaqinlab qoldi, tug'ishga kelib qoldi. Bu sog'lig'imiz ham ikkinchi qoringa, birinchi bolasini tushirgan, bu ikkinchi qoringa. Yaxshi qo'ylarimiz xudo xolasa qiziqqan ukalarimizga sotilmaydi emas, sotiladi. Agar kimga kerak bo'lsa, Alloh nasib qilsa bexijolat aloqaga chiqaverasizlar. Avazbek ash qo'ylarni bir aylantirib qo'ying jonivorlarni. Mana Bellator qo'chqarimiz akalar. Kimga agar xudo xolasa ishlash kerak bo'lsa, sotiladi Alloh nasib qilsa. Mana sog'liqlarni ham bir kallalariga, yuzlariga yaxshilab ahamiyat berib qo'ysizlar. Bugungi 5-4 partiya qo'ylarimiz bor. Xudo xolasa hammasini chiqazib, videoni yoritib berishga harakat qilamiz akalar. Bedi mana sog'lig'imizni yaxshi taniysizlar, shu Karabil sog'lig'imizni qizi bo'ladi. Mana yangi mehmonimiz xudo xolasa buni tundiradan chiqazib qo'ydi. Avazbek ash sog'lig'imizni ushlab ko'rsatgan. Mana akalar. Tundiradan chiqazib qo'yganmiz sog'lig'i. O'ta tekis narsa. Birinchi qoringa Alloh nasib qilsa, birinchi qoringa sotiladi. Tishini ko'rsatib qo'y Avazbek. Tishini akalar ko'rib qo'yasizlar. Yangi o'sha shakka chiqdi. Sog'lig'imiz tundiradan chiqqan. Bexijolat o'ziga ham sevosani bo'laveradi. Sog'liq chiqqan, o'z tayyorlari ham ancha bilingan. Endi mana sog'liqlarimizni yaxshi taniysizlar, ko'rgasizlar. Bularni ham o'sha qadriga yetadigan insonlarga sotamiz, yo'masa baquda davom etaveradi. U chekkadagi sog'lig'imni ham akalar hozir 2,5 oydan o'tib qoldi. O'sha sog'lig'imni ham tundiradan chiqazib qo'yganman. Ajjonor. Tishini ko'rsatingda. Mana akalar. Yangi tishakka chiqqan. Bu sog'lig'imiz ham o'sha 2,5 oylikdan o'tibdi bo'g'ozliga naqd. Bo'ylari o'sha 90 atrofida, 87 chiqadi. Avvalo xudo. Bo'ldi, uni qo'yib yuboring. O'sha Trossa o'g'li xudo xolasa Otabek aka qo'rasidan chiqqan qo'g'uzi qo'chqarimizni o'zimiz Namanganlik hoji bobomlarga sotilganda, chiqqanda yo'q, barakasi berilgan. Endi to'g'ri tushunish kerak, Issiqsoqjon ozgina nazarimda mablag' tomonidan aylik bo'ldimi, tushunmay qoldi. Yo'mala quloqlari 21. O'zini boquvga tashab qo'ydi akalar. Xudo xolasa kimga agar kerak bo'lsa, xudo xolasa beramiz agar qo'zini. Sotilgan narxi ham tayin edi. Endi uni aytishim shart emas. Endi hamma to'g'ri tushunish kerak. Endi yoniga qarab boshqa. Xudo xolasa bu yerda yangiliklar shular. Mana Oyguli sog'lig'imiz xudo xolasa tug'adi. Buni kutib turibmiz. Tug'ishini Alloh nasib qilsa yaxshi bola tushiradi degan umiddamiz. Buni shiyringlarni omila to'g'risi Farg'onaga, hoji bobomlarga berganman. Bu qo'zimizni qiziqqan ukalarimizga avvalo sotiladi. U Bekjon akamni qo'rasidan chiqqan qo'z sog'lig'i ham ushlangan asosan. Ash sog'lig'imni ham quloqlari 21 akalar. Nihoyatda kelishgan qo'z sog'liq. Qani toza narsa. Qiziqqan ukalarimiz o'sha qora ishqibozlarga xudo xolasa sotuvga chiqaraman. Hozir bularning ichidan hozir yarichkalarni ajratib chiqazdim. Ularni imkon darajasida tashqarida hammasini syomkasini ko'rsatib o'taman hammaniga. Yo'masa biz videoni boshladik akalar, tashqarida hamma qo'ylarimizni bir boshdan tanishtirib o'tamiz. Ular narxini aytib o'tgunimcha akalar vaqt o'tib ketadi, to'g'risi ham. Shunga agar qiziqqan aka-ukalarimizga Bellator ham xudo xolasa ishlayapti. Menga hech anaqasi yo'q, buni vazminligi boshqasi yo'q. Naborot, menga juda foydasi tegayotgan qo'chqor. Akalar, agar kimga agar ishqibozchilikka, qon tozalashga kerak bo'lsa, xudo xolasa beraman akalar.
Yaxda ham qo'chqorlarimiz bor. 24 quloqli qo'zimizni ham bugun ko'rsatamiz. Qiziqqan ukalarimizga bo'lsa, sotiladi xudo xolisa. Bexijolat aloqaga chiqaverasizlar akalar. Qo'ylarimizni mana bir boshdan hammasini ko'rsatib o'tdim. Ommalar bular narxi bilan tanishtirib o'tolmayman. Bularni imkoniyati bo'lsa ustida yo'masa telefon orqali bexijolat kelishsa bo'laveradi. Qo'chqarimiz 1 yoshga to'ldilar jonivar. Lekin ishlashda juda ishlayaptilar. Endi hozir bularni ham narxini men ancha deyolmayman. Imkoni bo'lsa bexijolat ustiga kelib ko'rish, lekin sotish niyati yo'q. Lekin pulini bergan insonga lekin sotiladi. Yo'masa biz bir boshdan qo'ylarimizni tashqarida hammasini ajratgan qo'ylarimizni tanishtirib o'tamiz akalar. Ajjanlar, mashalloh. Qani yo'masa avvalxon videoni boshladik biz. Akalar, yo'masa biz xudo xolisa bir boshdan so'rashga qarab, zakazga qarab qo'ylarimizni chiqarishni boshladik. Endi videoni oldidan bir og'iz aytib o'taman. Yana bu elga anaqa gap deb o'ylamani akalar. Manfaat tegadigan gap gapiraman. Obuna bo'lib qo'ying akalar. Qo'ldan kelgancha obuna bo'lib qo'ying. Buni ziyoni yo'q. Yo kisanaga yo cho'nchaginaga buni ziyoni yo'q akalar. Obuna bo'lib imkon darajasida qo'ldan kelgancha like bosib qo'ysana akalar, xudo xolisa. Mana shu videoyimiz tezroq hammaga tarqaladi Alloh nasib qilsa. Keyingi safar yaxshi narsalar chiqqanda xabarsiz qolmasizlar. Endi bu gapni aytishimdan manfaat akalar, o'sha bir otaxon Komiljon degan otamizlar obuna bo'lmagan ekanlar. Ungacha bir ancha qo'ylar qilib tashlagan ekanlar. Shu otamiz obuna bo'lib qolib, o'zimizga aloqaga chiqib, xudo xolisa orada video chiqara olmay qoldik. Shu hoji bobomlarga 30 bosh hammasi o'sha liniyali yaxshi sog'liqlarni qilib berdik Avazxon bilan o'zimiz. Hozir nihoyatda xursandlar, chunki arashan qo'yi deb oddiy sariq qo'ylarni boqayotgan ekanlar. Lekin sariq qora qilib o'ta qulog'i kallalari kelishgan qo'ylarni qilib berdik. Otamlar obuna bo'lib qo'yganlar, Komiljon ham. Xudo xolisa akalar, obuna bo'lib qo'ysani buni ziyoni yo'q. Imkon darajasida manfaat tegadi, lekin ziyon tegmadi. Yo'masa men yarichkalarimni xudo xolisa sizlarga tanishtirib, bo'ylari, quloqlari, liniyasi bor narsalarni men sizlarga taqdim etib ko'rsatib boraman. Akalar, buning ichida hozir 3 tasi qo'zi yarichka sog'liqlar, bittasi qo'zi qo'chqor. Mana shu chekkadagi sog'lig'imiz ham qo'zi sog'liq. Avazbek metr olib kelingchi mana shuni qulog'iga ham. Bu qo'zi sog'lig'imiz kelsa, korpusi bolasi bo'ladi bu. Korpus pramoy bolasi. Buni otasini Namanganga, o'zimizni Namanganga berilgan. Akalar, qulog'ini mana yaxshilab ko'ringlar. Mana kalsosidan Avazbek qo'yapti. Nihoyatda o'lchashga usta, biladi mana akalar. Endi buni keyingisini ko'rsatib o'tamiz. Mana shirinasini ham akalar. Endi yomon emas akalar. Hozir bu qo'zimizga kelsa akalar 5 oylik qo'z sog'liq, yarichka. Nihoyatda yaxshi. Rezultat yomon emas. Kalla, quloqlar juda joyida. Mana hozirdan quloqlari akalar ko'zdan ancha pastda joylashgan. Mana yaxshilab ko'rib turasizlar. Hozir bularni yechib berib ham ko'rsatamiz keyin. Kalsosiga qo'ying. Bu 80 liniya sog'lig'imizni o'sha bolasi bo'ladi, qo'chqor. O'zimizda qolib ketgan. Ona bola kelgan. Ona bola bo'lib, bolasi qolib ketgan. Quloq 19. Qo'zini orqa razrezlari ham o'ta tekis, o'ta tikka. Mana qo'chqor yondan ideal holati. Endi bu sog'lig'imizni kelsak, bu Otabek akamning qo'ralaridan chiqqan yarichka qo'zi sog'lig'im. Qulog'ini Avazbek buni ham kassaga qo'yib, kalsiyosiga qo'yib o'lchamiz. Buni qulog'i 21, toza 21, bexijolat. Bu nihoyatda quloqli qo'zi sog'liq. Mana bu o'sha Otabek akamning qo'rasidan chiqqan qo'zi sog'liq. Qulog'i 21. Endi bunisini o'lchanchi Avazbek. Kalsium. Hop. Akalar, 20 plusga bexijolat
qo'yi tortaverar ekansizlar, xudo xohlasa. Metr tayin. Endi mana shu qo'chqarimizni qiziqqan aka-ukalarimizga xudo xohlasa beriladi. Qulog'ini o'lchay. Hop, kalso. Akalar, metri 21 uzun, 22 akalar. Bexijolat o'lchab olinaveradi. Qo'y quvorga qulog'ini. Mana akalar. Qo'zi qo'chqorni xudo xolisa qo'y qilib olaman degan aka-ukalarimizga. Qulog'i 21 edi, hozir 22. Chunki baquvday qo'zi qo'chqarim nihoyatda kelishgan. Faqat ozg'inroq, to'g'risini aytish kerak, ozg'inroq qarov kerak. Xudo xolisa qarov sizlardan Alloh nasib qilsa yaxshi qo'chqor bo'ladi. Endi sog'liqlarni, qo'chqorlarni buyiga yengil yarichkalarga metr tashamiz Avazbek. Mana bu birinchi qo'chqarimiz akalar, metr egilmagan, sinmagan. Yaxshilab ko'rib olasizlar. Chiqqaniga plyus sanab berib olib qolinaveradi akalar. Mana bu 83 ga 82 plus 83 ga bexijolat tortaverasizlar. Bu birinchi qo'zi qo'chqarimiz akalar. Qulog'i 22 lik qo'zi qo'chqor. Bu anchadan bir baqib turadi, o'ta ishonchli o'zimizning xonadondagi qo'zi. Endi sog'lig'iga qo'yamiz, yarichkaga. Akalar, buni ko'ryapsizlar, 80 plus 80 ga olaverar ekansizlar yarichkani. Nihoyatda metri mana. Qayrilmagan, egilmagan. Mana chesna holati. Mana akalar, 80 ga tortaverar ekansizlar. Endi nariga 21 quloqlikni ko'rsataychi. Imkoni bo'lsa mana tomonga ham qo'yaylik metrni. Ikkinchi sog'liq. Bu ikkinchi sog'liq akalar. Buni bo'lari o'sha 77, 78 ga akalar tortaverasizlar. Metrni ko'radi. Sinmagan, etmagan, qayrilmagan. Mana. Endi mana qo'zi qo'chqarimizga qo'yincha avaz. Buni bo'lari sal pastroqmikin. Lekin yashiga qarabdi. 75. Akalar 75 ga tortaverasizlar. Endi mana keyingisini ko'rsatayotamiz. Bu yarichkamizni bo'lari 71 ga bexijolat akalar 71-72 ga tortaverar ekansizlar sog'lig'i. Buni quloqlari necha chiqdi Avazbek? 20 plusga buni quloqini olar ekansizlar. 19 ga bu qo'zi qo'chqarimizniki, 21 ga buniki, 20 plusga buniki, 22 ga mana qo'zi qo'chqarimizni bexijolat tortaverar ekansizlar. Avazxon, yo'masa mana shu qo'chqarimiz bilan mana korpus qizini ikkalasini juplab bir oyoq qo'llarini ko'rsatib beraylik yo'masa. Obunachilarga, akalar mana oyoq qo'lini yechib sizlarga ko'rsatib beryapmiz. Hozir birinchi o'rinda nima deyman? Qo'y katta emas akalar. Bo'lari o'sha 72 chiqyapti. Ko'rib turibsizlar. Quloqlari 20 plusda, qo'z sog'lig'i, yosh oyligi 5 oylik. Katta sog'liq emas akalar, to'g'ri tushunasizlar. Faqat zotiga tushungan inson to'g'ri tushunadi bu gapimni. Qo'y qilib oladigan aka-ukalarimizga xudo xolasa buni ham tavsiya qilaman. Yaxshi yarichka qo'z sog'liq. Orqa razrezini ham bitta ochgan avval ko'rsating. Mana. Orqasi tikka. Faqat qo'y qilib oladigan akalarimiz bexijolat aloqaga chiqaverasizlar. Patlari ham o'ta sim akalar. Buni otasi o'sha korpusimi akalar o'zimizni Namanganda qoldirganman xudo xolisa. O'shani promoy qizi bo'ladi. Hozir buni narxiga keladigan bo'lsa akalar, narxi $500. Xudo xolisa dastavka xizmatini lekin qilib beraman. Lekin sinovli uyda boqilgan yaxshi narsa. Hozir bundan keyingi qo'chqarini ham ko'rsatib o'taman sizlarga. Bir qur yaxshilab ko'rib turing videoni. Mana ekan ikkinchi qo'chqarimiz, buni quloqlari 19 plusda, xudo xolisa buni onasini sotganmiz, o'sha 80 liniyani bolasi bo'ladi. Orqasini Avazbek bir ko'rsatib qo'ying qo'chqorni. Bo'ylarini ko'rdinglar 75. Agar xudo xolisa urug'liqqa qo'y qilib olaman degan aka-ukalarimiz bexijolat aloqaga chiqaverasizlar. Bo'ldi, yoni bilan ko'rsatay Avazbek. Endi mana yongan bitta aylantirib qo'ygan qo'zi qo'chqorni imkon darajasida qo'ldan kelgancha nuqson yo'q, ichi haqida petnos yo'q. Nihoyatda zo'r narsa akalar. Buni akalar bo'ylari 75, hozirga kirib ketgan sog'lig'imizga qo'shib, xudo xolisa ikkalasini bir joyga bo'lsa
$500 Alloh nasib qilsa dastavka xizmati mutlaqo bepul. Agar qo'y qilib olaman, xudo xolasa zot nasl qilib olaman degan akalarimizga bexijolat shoshilib aloqaga chiqaverasizlar. Qo'ldan kelgancha tani tuyuni bor yaxshi narsani qo'ldan kelgancha qo'yib berishga harakat qilaman. Buni bo'yi 75 akalar. Bundan oldingi qo'y sog'lig'imizga o'sha yarichkaniki 72. Endi Avazbek ozgina yetalab qo'ygan o'zini janovar. Mana akalar, orqa razreziga yaxshilab ahamiyat berib qo'yasizlar akalar. Razrez до конца tikka. Bo'ladigan narsa yoshligidan ma'lum. Keling mana ekan, xudo xolisa 3-yarichka qo'y sog'lig'imni masalaga ko'rsatib o'taman. Quloqlari 21, bu Otabek akamning qo'ralaridan chiqqan yarichka qo'y sog'liq. Quloqlari 21, o'sha trosdan tushgan akalar. Otabek akani o'zlaridan sotib olganmiz, xudo xolisa. U yolg'on yashir gap so'zi yo'q. Bexijolat surishtirib olinaveradi. Kallalarga yaxshilab ahamiyat bersanglar, yarichka qo'y sog'liq. Avazbek mana shu qo'y sog'lig'imizni bo'ylari adashmasam 78 chiqdi. 78 chiqdi. Bir yetalab ko'rsating mana shu qo'y sog'lig'i. Bir ko'raylik mana shu qo'y sog'lig'i. Mana akalar. Qo'y sog'lig'i. Mana yondan ham yaxshilab ko'rib qo'yasizlar. Yarichka qo'y sog'liq o'sha kimga xudo xolisa ehtiyoji bo'lsa bexijolat aloqaga chiqaverasizlar. Mana quloq, kalla akalar yaxshilab ko'rib qo'yasizlar mana quloq kallani e'tibor bilan. Bo'ldi, bu yoqqa ham bitta yetalab qo'yincha Avazbek. Mana tomonga. Mana janovar. Qo'y olaman degan akalarimiz xudo xolisa qorani zo'ridan beraman Alloh nasib qilsa. Buni narxiga keladigan bo'lsa akalar $650 bexijolat aloqaga chiqaverasizlar. Dastavka xizmati mutlaqo bepul narxda yetkazib beraman. Hozir bundan keyingisini ko'rsatib o'taman, chunki video cho'zilib ketadi akalar. $650 ga xudo xolisa dastavka xizmati mutlaqo bepul yetkazib beriladi. Bexijolat aloqaga chiqavering akalar. Imkon darajasida murosa qilamiz. Keyingi sog'lig'imni xudo xolisa sizlarga ko'rsatib o'taman. Bu to'rtinchisi bo'ladi. Oralig'ida bitta sariq qo'zi qo'chqor chiqdi. Bu 3-sog'lig'imiz. Buni quloqlari 20+ da, kallalar nihoyatda go'zal. Orqasini ko'rsating Avazbek. Video cho'zilib ketmasin, chunki bog'oz sog'liqlarimiz ham bor. Ularga ham vaqt ajratishimiz kerak. Mana orqasi. Mana qo'y sog'lig'i real holati. Buni bo'ylari o'sha 80+ chiqdi. 80 ga bexijolat tortaverasizlar qo'y sog'lig'i. Quloqlari 20+ chiqdi. O'sha qorani ishqivozlariga xudo xolisa beriladi qo'y sog'liq. Buni narxiga keladigan bo'lsa, akalar $650 dastavka xizmati mutlaqo bepul. Akalar bexijolat aloqaga chiqaverasizlar. Bu aytilgan summaga imkon darajasida o'tib beradigan joyi bor. Aloqaga chiqaverasizlar. Ikkitasini $650 dan qo'ydik, xudo xolisa kelishadigan joyi bor. Ko'nmasi, lekin murosa qilinadi. Hozir video cho'zilib ketmasin, endi bog'oz qo'ylarimiz ham bor. Hozir 22 lik qo'zimizni ham bir ko'rsatib o'tamiz. Undan keyingilarni bexotirjam hammasini kuzatib borasizlar. Avazbek yetalanchi buni ham. Mana qo'y sog'lig'imizni shu ideal holati. Orqalari ham nihoyatda go'zal. Hozir bundan keyingilarni tanishtirib o'tamiz. Endi mana ekan o'sha 5-qo'zi qo'chqorimiz, quloqlari 22, yosh oliylari 6 oylik qo'zi qo'chqorcha, xudo xolisa sotuvda Alloh nasib qilsa. Qiziqqan akalarimizga bu ham sotuvda. Akalar, buni narxiga keladigan bo'lsa $600 ga xudo xolisa dastavka xizmati mutlaqo bepul. Orqalari ham o'ta ko'tarilgan, lekin qo'chqarimiz ozg'in akalar. Bunaqa semiz emas, faqat qo'y qilib olaman deganlarga. Qo'y qilib olaman degan akalarimiz bexijolat aloqaga chiqaverasizlar. Bo'ylari ham o'sha 80+ ekan jonivorni. Oyoq qo'llari nihoyatda uzun. Mana quloqlari radnoy, mana o'zimniki ko'rolingni. Quloq tashashlari ham juda joyida. O'zi qo'chqorchaga vobshe gap bo'lishi mumkin emas. Nihoyat chiroyli. Qo'chqorni xudo xolisa quloqlari 24 ligidan Alloh nasib qilsa, liniya stayin, Frans liniyadan tishlari yangi endi bitkazyapti tishlarini 1 yoshga. Alloh nasib qilsa, qo'chqorning uzunligiga ham yaxshilab ahamiyat berib qo'yasizlar. Mana orqalari. Mashina Avazbek bir yetalab
Ko'rsatmamizmi? Keyin mana bo'g'ozlarimizni bir boshdan ko'rsatib o'tamiz. Mana qo'chqorga yaxshilab baho berib qo'yasizlar mana. Kasallikni butunligini, mana pochalar, xudo xolasa nihoyatda reytingga tushadigan qo'zi qo'chqor. Mana kalla, mana forma. Qulog'iga hozir metr qo'yamiz. Quloqlarni o'lchamiz. Quloqlari 24. Yangi tish chiqazdi. Agar xudo xolasa mana naslga qo'chqorni yaxshi bola tushiradigan qo'chqor istayotgan aka-ukalarimizga mana ekan. Metr olib keling Azizbek. Hozir metrlarimiz qo'chqorni bo'ylarini, keyin mana bir boshdan bo'g'ozlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Metr qo'yincha Azizbek. Bismillahirrohmanirrohim. Mana metr tagidan qo'yamiz. Kasali o'ti butun qo'chqorda. Mana bo'ylar. 94 plus 95. Alloh nasib qilsa, mana qulog'iga yaxshilab ahamiyat berib qo'yasizlar qo'chqorni. Quloqni yo'masa o'lchamiz Avazbek. Mana shu yerda jijib teshigi bor. To'g'ri tushunasizlar. Metrlik kalsosiga qo'yamiz. Qulog'i 24 qo'chqor. Mana 24 даже plusda akalar. Bexijolat aloqaga chiqaverasizlar. Mana realni o'lchab beriladi qulog'ini. Buyini ko'rib oldingni. Bo'ylarni ko'rib oldingni. Mana qo'chqorni shirinasini ko'rsatib qo'yamiz. Shirinasiga o'zingizlar baho beraverasizlar mana. Realni 10 plusda shirina. Qo'chqorni kasallari nihoyatda butun. Qiziqqan aka-ukalarimizga xudo xolasa naslga qo'chqorni beraman. Frans liniya qo'chqarimizning klichkasi. Xudo xolasa Bars deb klichka qo'yganmiz qo'chqorga. Mana qo'chqorni beli. Mana. Tishini ko'rsating. Tishini butkazdi adashmasa. To'la bitkazib olmagan. To'la bitkazmagan, yangi chiqazdi-da. Shakka yangi o'tdi qo'chqor. Omili oldi kasali, mana oldi to'shlari, mana korpuslari nihoyatda baquvvat narsa. Jonivor. O'ta suyoqlari butun narsa. Xudo xolasa bexijolat aloqaga chiqaverasizlar. Bo'ylari 94-95 ga bexijolat tortaverasizlar. Quloqlari 24 plusda akalar. Naslga xudo xolasa bu bir 10 tadan обязательно 5 ta 6 ta onasini svetida zo'r narsa tushirib beradi. Unga xudo xolasa, chunki oddiy misol mana akalar. Gap spotiga mana o'zimizni o'sha kayli qo'zlari xudo xolasa mana nasrdorchilikka boqayotganman bularni, jonivorlarni. Mana mashinani даже qirg'izlar qo'shib, akalar qirg'izlar даже shularni qo'shib turib nasl olyapti. Mana. Xudo xolasa natijasi zo'r bo'lishiga ishonchimiz komil. Alloh nasib qilsa mana ekan. Qo'chqorni quloqlari 24 plusda. Shoshilamiz akalar, aloqaga chiqamiz. Biz xudo xolasa bundan keyingi bo'g'oz sog'liqlarimizni ko'rsatamiz. Buni narxiga keladigan bo'lsak, narxini akalar realni telefonda kelishiladi. O'zi qo'chqorni narxini telefonda kelishamiz. Qulog'i 24 plusda. Avasxon yetilavering bu jonivor ichkariga. Hozir yana bitta Frans liniya qo'chqarimiz bor. Uni ham ko'rsatib o'tamiz akalar. Jonivor mashalloh. Endi mana sog'liqlarimizni boshlaymiz akalar. Uchovi ham naqd bo'g'oz, uchalasi liniyalik. Mana mas sog'lig'imiz shu Frans liniyadan. Bu Iqbol akamning qo'ralaridan chiqqan sog'liq. Bu Otabek akamning qo'ralaridan chiqqan sog'liq. Uchalasi ham naqd bo'g'oz. Hozir bo'ylarni, quloqlarini hammasini Avazbek bilan keltirib ko'rsatib bir boshdan o'tamiz. Qo'ylar o'ta stokalari ham butun. Hozir oldi korpuslarni ko'rsatib o'tamiz. Mana sog'liqlar oldi korpuslari. Mana oyoqlarning kengliklari. Mana ekan. Kalla, quloqlar nihoyatda kelishgan. Jonivor. Endi bularga metrni qo'yincha Avazxon. Mana shu tomondan ham qo'yadi. Tayyor turibdi. Mana yerdan qo'yganda metr qarilmagan, netmagan.
86, 85 plusga bexijolat. Endi mana keyingisiga. Ana jonivar 85 plusga buni ham tortaverasizlar. 85 ga olaverar ekasizlar. Endi mana keyingisi g'oyatda zo'r narsa. Ancha vazminlab qoldi bu sog'lig'imiz. sakson olti plusga bemalol tortaverar ekasizlar. 86 ga. 85 tanga ekan, uchalasi xudo xolisa. Bularning tishlarini ko'rsatib o'tamiz Avazbek. Kallalarni. Shuna quloqlarni o'lchaylik bo'pti. Birinchi. Yoshi. Akalar 4 ta tishi. Yaxshilab ko'rib qo'ying. Tish 4 ta. 4 tish sog'lig'imiz. Bu ikkinchi qoringa xudo xolisa tug'adi. Alsosiga qo'yamiz. 20 ga xudo xolisa bexijolat sog'lig'i, quloqlari. Kalsoy qo'yib. Endi bulusini ko'rsatamiz. Mana bo'xlashgani ko'zlari. Yoshi. 4 tish sog'liq. Endi mana shuni. Bu ham xudo xolisa ikkinchisiga Alloh nasib qilsa metrga qo'yamiz. Mana chuqurcha ariqchasi. Ariqchasiga qo'yib. Akalar 19 plusga. 19 ga olaverar ekasizlar. 3 qarilib qo'ying. 3 qarilib qo'ying. Buni keyin uchalasini bitta yechib ko'rsatib qo'yamiz. Kalsoy. Hop. Mana quloq. Buniki 20 plusga. Mana ariqchaga qo'yganda quloqni. Mana 20 plusga. Bexijolat. Endi Avazbek uchalavini ham bir yechib ko'rsatsa-chi sog'liqlarni. G'oyatda polvon zo'r narsalar. Sho'ni ham bir yechib. Keyin bularning narxini bitta joyga qo'yib beramiz. Mana akalar. Shuni ko'rib qo'ying. Mana 4 taga bexijolat, qo'yavering. Mana uchalav. Uchala sog'lig'imiz jonival. Hajjonival. Mana uchalasi bir joyga. Bitta qora ham zo'r narsa. Sariqlari ham o'ta zo'r narsalar. Bo'lari o'sha 85 ga bexijolat. Cho'ni mana korpusini yaxshilab ko'ringlar. Ashi Iqbol akaning qo'ralaridan chiqqan. Qorinlarni ham ancha tashagan sog'liqlar. Mana sog'liqlarning tutumi. Mana fransuz liniyadan u sog'lig'imiz. Uchovi ham naqd bo'g'oz jonivorlar. Hozir yana yaxshi qo'chqarimiz bor, uning chipi bor qo'chqarimiz. Uni ham ko'rsatib o'tamiz bundan keyingisiga. Qo'ylarni mana astodil. Mana uchalovini narxiga keladigan bo'lsa, bir joyga chiqib ketishi $900 dan xudo xolisa dastavka xizmati mutlaqo bepul. Uchalasi ham qorinlarni tashagan. Bo'ylarni 85 ga olaverasizlar uchovini ham. Uchalovi $900 dan bir joyga bo'lsa, dastavka xizmati mutlaqo bepul. Ikkitasini qulog'i 20, bittasiniki 19. Akalar, $900 dan dastavka xizmati mutlaqo bepul narxda yetkazib beriladi. Akalar, endi bundan keyinga o'sha chipli qo'chqarim bor, uni ham bir ko'rsatib o'taman. Haydayni jonivorlarni. Bitta insonga imkon darajasida. Gigant sog'liqlar bor hozir bundan keyin. Jonivorlar, mashalloh. Mana ekan oxirgi videomiz, ikkita gigant bo'g'oz sog'lig'imiz, xudo xolisa. Mana razrezi bor, razrezlari bor. Naqd bo'g'oz sog'liqlar, xudo xolisa, taylar bilingan. Ekovi xudo xolisa ikkinchi qoringa naqd bo'g'oz sog'liqlar. Erta o'sha chipi bor qo'chqarimiz bor, xudo xolisa. Kimga tushsa, hali tish chiqarmagan, quloqlari 22 plus. Mana qo'zi hali jonivar chipi bor bo'ynida. Dokumentda ilinmagan, lekin chipi bor qo'zini. Endi hozir bularni bir boshdan hozir bo'ylarga Avazbek metr tashadi. Tez quloqlarini o'lchamiz. Video ham yakunlanib qoldi. Buyiga o'zingizlar bilib baho bera olaverasizlar. Men bir narsa deyman. Yerdan qo'yganman metrni. Buyiga o'zingizlar bilib baho bera olaverasizlar. Endi bundan keyingisini ko'rsating. Ikkalasi ham gigant. G'oyatda katta sog'liqlar. Metrni tagidan qo'yamiz. Mana chiqqaniga ko'rib bilib baho bera olaverasizlar. Bularning tishini, Avazbek tishini birato'la ochib keting.
Ikkilasi adashmasam 4 ishdan jonivorlar. Ha, mana to'riga yangi bir tomonni chiqarib, bir tomonni chiqarmagan. Bir tomonni chiqargan. Bu sog'lig'imiz to'riga to'liq chiqarib bo'lgan. 4taga to'liq chiqarib bo'lgan. Ikkovi ham ikkinchi qoringa bo'g'oz sog'liqlar. Bo'larni ko'rib oldinglar. Avazbek, quloqlarni tez-tez o'lchab bering. Hop, bismillah. Ha, kalsosi. Qulog'i 20 plus 21 ga kelyapti o'sha. Ha, kalsosiga qo'yapti. Mana 21 ga kelyapti qulog'i. Endi mana bunisini kallasi kattaligini hisobiga qulog'i kichikroq ko'rinadi, to'g'ri tushunasizlar. Mana shu endi turinchishga harakat qilibdi. Bo'lari yaxshi natija, yomon emas. Bu sog'lig'i ham qulog'i 20. Akalar, behijolat 20 plus ham 20 ga olaverasizlar. Endi Avazbek sog'lig'i tez-tez ikkalasini shundoq yechib ko'rsatmasam, ushlab bir boshda sog'liqlarni. Mana sog'lig'imizni o'sha gigantligi bu yangi o'sha 4 ishga yangi o'tkazib tishini endi mana yoni bilan ham bir ko'rsatgan. Mana akalar, sog'lig'i ideal holati, kallasiga ahamiyat berib qo'yasizlar. Mana bo'lar 90 plusda. Hozir ikkalovini narxini bitta aytaman. Hozir nargilisini ham yechib olib kelgin, Avazxon. Ikkalasining narxini bitta qo'yib beramiz. Bu ikkinchisi akalar. Agar sog'liq haqiqatda yoqqan bo'lsa, akalar imkon darajasida obuna bo'lib, like bosib qo'yasizlar. Qo'y naqd bo'g'oz. Naqd bo'g'ozligini ko'rib olaylik yaxshilab. Eski yilında emas, chunki sog'liq yosh hali. Ikkinchi qoringa naqd bo'g'oz sog'lig'imiz 90 plusda jonivor. Mana ekan. Ikkalasini akalar u katta narx aytib, ana qiladigan joyi yo'q, lekin bitta narx aytaman, agar ko'ngilga tushsa, netsa ikkalasi sotiladi. Narxiga keladigan bo'lsak, ikkalasini taqalgan joyi $2200 xudo xolisa dastavka xizmati mutlaqo bepul narxda yetkazib beriladi. Avazbek bo'ldi, yetalavering. Hozir oxirgi shu qo'zi qo'chqarimizni ko'rsatamiz, video cho'zilib ketdi. Jonivor. Hozir keyingisini ko'rsatib o'tamiz. Mana orqalari. Naqd bo'g'oz 90 plusda. Qo'zimizning quloqlari 22 behijolat o'lchab olaverasizlar. Tishini ko'rsatib ber Avazbek. Hali hech qanday chiqmagan qo'zi mana ekan. Chipi bor jonivor bo'ynida. Mana orqalari ham nihoyatda kelishgan. Liniyasi o'sha fransuz liniyadan qo'zi qo'chqarimizni toza qonli qo'zi. Akalar, buni narxiga keladigan bo'lsak, 1,5 ming kami bor, xudo xolisa, murosa qiladigan joyi bor. Akalar, bizni oxirgi ko'rsatgan qo'zi qo'chqarimiz o'sha fransuz liniyadan chipi bor. Qo'zini behijolat aloqaga chiqaverasizlar, kelishadigan joyi ham bor akalar. Hali tish buzmagan, qulog'i 22. Quloq ko'zdan ancha pastda joylashgan. Patlari ham nihoyatda yaxshi, o'ta kelishgan o'ziga. Orqalari asilmagan akalar, ochiq. Nihoyatda savlatli qo'zi, chipi bor qo'zini. Buni narxi 1,5 ming kami bor, xudo xolisa behijolat aloqaga chiqaverasizlar akalar. O'tkazgan vaqtingiz uchun rozi bo'lib qo'yasizlar akalar, xudo xolisa aloqaga imkon darajasida chiqaverasizlar. Obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar.